Denov avtobozorda baraka bo'lgan Malibulardan yili 2020 kraska toza. Mana azizlar, full varianti-da bu. Premier XL qilingan. Premier XL qilingan deyilyapti azizlar. 23 ming dollarga baraka bo'ldi. Sotganga ham olganga ham barakali bo'lsin. Baraka bo'lganlardan mana ko'rsatib o'tyapmiz. Akalar yurgani qancha edi? 62 mingdan oshgan. 63 ming yurgani hech qancha emas. Azizlar, mana. Denov bozorida savdo avjida, sotganga ham olganga ham barakali bo'lsin deb qolamiz. Mana. Video boshlanmasdan bir dona like bosib qo'ysalaringiz, bugun 12-aprel sanasi bilan bugun biz Denov bozoridamiz. Xudo xolasa kelayotgan hafta Qashqadaryoga, Osiyo bozoriga yo'l olamiz. Keyin Sergeli, Buxoro Setora bozor, Vodiyda bozorlarda ham ko'rishguncha deb qolamiz. Qanunda videolarni boshlaymiz. Termiz shahrida katta masjidning ro'parasida joylashgan zamin turar joy majmuasidan savdo do'konlari hamda 2 yoki 3 xonali uy xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimiz chegirmali narsalarni xarid qilishga ulgurib qoldingizlar. Xonadonlar soni chegaralangan. Batafsil ma'lumotlar uchun video ostida qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi. Sizlarga batafsil ma'lumot berishadi. Malibu so'raganlar uchun azizlar, yili 2018-yilda ishlab chiqarilgan, pitnosi bor, Denovda mashinasini ko'rsatib o'taman. Panoramliklar joyida, mana ko'rishlaringiz sakka diskalar, balonlari ham yangi holatda ekan. Mashina tiniq turibdi. Nechanchi pozitsiya ekan bu og'a? Turbina motor, turbina motor ikkinchi pozitsiya mana ko'rasiz. 2 ligi mana ko'rasiz. 2 motorda. Polni premier qilingan varianti mana ko'rasizlar. Yurgani qancha? 150 ming probek. Shumka bo'lganda? Polni shumka qilingan. Motor ochilganmi? Yo'q. Ochilmagan, ha? 20 ming aytilishi. Yili 18. Taqalganini ayting, keyin raqamingizni qoldiraylik. 19lar o'ziga ham bitmaymi ekan? Bitmaydi. 19,5 dan bo'lsa baraka deyilyapti. Telefon raqamingiz? 88 kodi bilan 222 48 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Bizda Surxon Obzor kanalini aytib qo'ng'iroq qilsalaringiz yana ham kelishtirib berishadi, ha? Kelishtirib berishadi. Honji S5 Mers qilingan. Honji S5 Mers qilingani. Yili necha? 23. 23. Kraskalari toza. Toza 12 ming probek. Xo'p, qayerda mashinasi? Denovniki. Denov. Bundan motor necha bo'ladi aka? 2 turbo. 2 turbo. Probek 12766. Hech qancha yurmagan. Benzinda-da? Benzindagi. Rasxod qanday ekan buni? Shaharda 10 litr, dalni 8 litr. Ekonomishni bo'ladi. Luklar, panoramliklar bor. Panoramliklar bor. Mers abisi. Qisqasi azizlar, Denovdansiz a? Mers qilingan mashina, yana ham bemalol savdo qilaverasizlar. Ancha bahaybat bo'lgani bilan dalniki ancha ekonomishni bo'ladi. Aka raqamingizni ayting. 90 kodi bilan 522 23 raqamga qo'ng'iroq qilib, bizda Surxon Obzor kanalini aytsa, kelishtirib berasiz aka. Taqalganini eshitdingiz? Sinovimizdan kelsa 22 mingga qilib beramiz. 22 mingga baraka deyiladi. Buning variant ajdaniyasi qanday? Uyga barter yo'qmi? Dompom kelishiladi. Mana ko'rasiz. Через bank yoki naqdga. Varianti yo'qmi? 1 oylar kutishi bor. Hujjatda muammo yo'q. Hujjatda muammo yo'q azizlar. Rahmat, salomat bo'ling. Mana. Honjani Mers qilingan variant. Azizlar, Equinox so'raganlar uchun temniy siniy rangda, yili 2020. Kraska toza? Kraska toza. Qayerda mashina? Denovda mashinasi azizlar. Mendan Equinox so'ragan obunachilarimiz ko'p, chunki o'ziga yarasha ishqibozlari bor. Bu nima desam bo'ladi? O'zi bir mingan odam biladi-da buni, to'g'rimi aka? Buni kraskalari toza mashina, balonlari ham yangi holatda, ko'rishlaringiz mumkin. Shumka qilingan? 4 eshik shumka qilingan. 4 eshik shumka qilingan. 121 ming probek. Ko'rishlaringiz mumkin. Salon holatlarida mana panoramliklar joyida, kojina chexol bo'laklari joyida. Aka motor ochilmaganmi? Yo'q. Motor ochilmagan, orqa tomonga yetib. Benzinda-da demak. 4-paketini propan. Propan qo'yilgan. 48 talik balon. Tabletga balon qo'yilgan. Mana azizlar, zapasnoy baloni bormi? Bor aka. Demak, yili 20 temniy siniy Equinox qancha baho qo'ydingiz aka? Aka 23 deyapmiz. Xo'p. Taqilganini ayting.
Chunki borgan sayin mashinalar narxi tushib boryapti aka. Shuning uchun ham buning narxi salondan eshitligini ham o'zlari biladi. Aha. Obunachilarni o'zi ham. Chiqqan paytda Endi bir yorilib aytsangiz xaridorga shunga qarab hisob kitobni olar edi. Dehqonga bo'lsa, o'zim dehqonman, dehqonga bo'lsa 21,5 berib yuboraman oxirgi narxi aka. 21,5. 21larni ham o'ziga bitkazsak bo'lmaydimi? Surxon Abzor obunachilarga aka. 21 sal Endi ko'tarmaydi. naqdga olsa yaxshi-da nasib bo'lsa. Yo, naqdga men ham naqdga sotamiz. Sal mazar. Variant yo'qda demak. Yo'q, naqdgacha sotamiz. 21,5 ming bo'lsa baraka deyapti Dinovlik akamiz. Yana ham ustasi bilan kelib ko'rsin. tekshirib ko'raveradi. Bexijolat aka. Raqamingizni ayting. 99 99 kodi bilan 677 677 76 76 32. 32 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Azizlar, Lada X-Ray so'raganlar uchun yil 2022 kraskalari toza. Qayerda mashinasi? Denovda mashinasi. Balonlar yangi holatda, saka diskalar joyida. Denovda mashinasi. Metani bor ekan, 125 million so'm aytilish bahosi. Yili 22. Mashina tiniq turibdi. Bunda motor 1.6 bo'ladi, 1.8 mi? 1.8 bo'ladi. 49 ming probeg. Salohiyatlarini tushirib o'taman. Monitorcha bor. Mana kojini chexol, poliglar hammasi joyida. Yo'q. Duo qilib qo'yasizlar bo'ldi. Reklama besplatno. Aka, 125 aytyapsiz, to'g'rimi? Xaridor qancha so'radi bugun Denov bozorida? 115. Undan ko'tarmadimi? Taqalganini ayting. 15 dan qancha chiqsa, 16 larga bitmayman naqdga nasib bo'lsa. Chunki narx tushib boryapti-yu. Buning variant ajdaniyasi bormi yo'qmi? Yo'q. Xaridorlarga. Naqdga qolsa. Pul zarurligi uchun sotilyapti. Bunga ishonchnoma berasizmi xaridorga? Muammo yo'qmi hujjatida? 1.8 motor. Raqamingizni ayting. 88. Mana shumi? Azizlar, egasini raqamini aytib o'taman. 88 kodi bilan 550 22 29 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaringiz, bizda Surxon Abzor kanali achsalaringiz kelishtirib berishadi. Azizlar, Cherry 6 Pro so'raganlar uchun Cherry Arizo 6 Pro. Kraska toza. Yili 2025. Kraska toza. Oltin soylik akamizning mashinasi. Lyuklari bor varianti. Qisqa qilib aytganda, mashinaga rasxod qilganman. Mashina tayyor holatda deb aytayapti egasi. Qani qisqacha ko'rib o'tamiz. Balonlar qo'yilgan, yumshoq balonlar. Yurgani 11 mingdan oshgan probeg, chexol poliklari bor, video registratorlari bor. Mana ko'rasiz, o'zining monitorlari. Qisqa qilib aytganda, olgan xaridor oladi buni. Propan bor, ha? Propani bor. Akamiz 250 million baho qo'yyapti mashinaga. Taqilganini deysiz aka. Baribir ham kilometr 45 bo'lsa beramiz. 245 lar bo'lsa baraka deyilyapti, yana ham kelishtirib berilar ekan. Ishonchnoma berasizlarmi xaridorga? Yo'q aka, Faqat oformit qilib oladi. format bilan. Hujjatda muammo yo'q. Muammo yo'q. Bo'lmasa raqam aytingizlar. Bunda 360 kameralar ham bor adashmasam. Bor, 360 kamerasi ham bor aka. Gap yo'q. Aka full variantda. Ayting raqam. 99 lik. 99 kodi bilan 034 034 82 33. 82 33 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Bizda Surxon Abzor kanalini aytsalaringiz yana ham kelishtirib berishadi. Azizlar, Jetour oq rangdagi Dashing so'raganlar uchun yili 2023. Kraskalari toza, mashinani ko'rsatib o'taman. Mana balonlar ham yangi holatda. Benzindami? Propan qo'yilgan. Qayerdansiz o'zingiz? Denovmi? Denovda mashinasi azizlar. Mana. Panorama lyuklar joyida. Qisqacha ko'rib o'tamiz azizlar. Mana chexol poliklari hammasi joyida, salon holatlari mana zavodskiy holatda turibdi ekan. Buni yurgani qancha? 70 ming probeg. Demak, propani bor, tayyor mashina ekan, ha? Necha baho qo'ydingiz? 250. 250 bo'lsa beraverasiz. Bozor qancha so'radi bugun Dinov bozor? Variantga 35 so'radi. 35 ming variantga. 235 million so'radi. 235. Variantga 235 millionga bitmagan. Taqalgan necha deysiz buni? 250 dan. 250. Variant ajdani yo'q naqdga. Variant 1-2 oy. 1-2 oy kutishi bor deydi. Raqamingiz?
97lik 97 kodi bilan 406 406 00 0015 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Yangiroq mashinasiga Barterga jem mashinalarigami? yangiroq bo'lsa. Barterga yangiroq mashinaga barter bor deb aytilyapti. Cobaltga yoki shunga o'xshash jem mashinalariga. Equinox so'raganlar uchun azizlar, qora rangdagisidan ko'rsatib o'tamiz. Bitta bagajli kraskasi bor deb aytilyapti. Dinolik og'amizning mashinasi, mana Toshkentda yurgan mashina deyilyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana balonlar qo'yilgan. Mashina yaxshi holatda turibdi. Equinox'ni ham o'ziga yarasha ishqibozlari bor. 76407 kilometr mashinaning yurgani. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ishqibol poliklar, video registratorlar bor. Propan qo'yilganmikan, yo'qmi? Propanlari bor. Narxini aytib yuboring raqamingiz bilan. 26 ming. Taqilganimi? Kelishtiring ozgina. Surxon obzor kanal obunachilariga kelishtirib beringlar. 200 kamda og'a, bu kichkina jem mashinasi emas-ku bu. Ko'proq o'tiladi, ha? Raqamingizni ayting. 77 kodi bilan 031 1000 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaringiz kelishtirib beriladi. Nargi tarafidagi Temniy Seni Equinox'ni ham video qilganman. Xohlasangiz uni savdo qiling, xohlang buni savdo qiling. Captiva'ni ham chiqarib o'raylik. Captiva'ni ham aytib yuboring. Uzoqqa qatnaydiganlar. Aytasiz ma'lumotlarni? 2013 Yili 13. Katta motor, kichkina motor. katta motor, shumka bo'lgan, Xo'p. propan gazi bor. Yili 13. Propanlari bor. 197 ming yurgan halol probega. Kraskasi qanday? Kraskasi mana shu kirlarga ketmoqchi bor. 10 kiloda. Qancha baho qo'ydingiz, og'a? 13 ga. 130 million obunachilar. Taqilganini ayting. 25 million. 125 million bo'lsa baraka. Mendan uzoq yo'lga qatnaydigan obunachilarimiz so'ragan. Bu oq beli jem chiqmi bu? Oqdi o'zi. Qorday. Mana ko'raverasizlar azizlar. Buni varianti qanday? Boy varianti bu. Yurgani qancha? 197 ming. 197 ming. Probek. 197 ming 345 kilometr. Demak, tayyor mashinada. Tayyor, olasizmi nima? Azizlar, Captiva so'raganlar uchun ko'rsatib o'taman. Raqamingizni ayting. Raqam ayting, raqam. 91 kodi bilan 580 580 24 22 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Azizlar, Captiva so'raganlar uchun qora rangdagisidan ko'rsatib o'tamiz. Denolik og'amizning mashinasi. Katta motor, kichkina motor. Katta motor azizlar. Kapot krilo dedingizmi? Kapot kriloda sepilgan joyi bor. 18 talik yangi balonlar hamda sakadiskalari joyida. Lyuklari bor. Ko'raverasiz. Metan propan. Metanlari bor ekan. 200 ming probek. Denodo mashinasi deyilyapti. Mana qisqacha ko'rib o'tamiz. Hozir xaridorlar kelib so'rab turishibdi. Shumka qilinganmi? Shumka qilingan varianti mana katta monitorlardan qo'yilgan 200 ming probek. Azizlar, mana ko'raverasizlar. Chixol poliklari bor. Qisqasi, olgan xaridor oladi bunada aka. Tayyor mashinada. 100 necha baho qo'ydingiz? 135 aytilish. Taqilganini ayting buni. O'tib beradi. Kam bor. Kelishtirib berasiz. Bunga boshqa mashinaga barter bormi, yo'qmi? Variant Nexia 3lar. Cobalt Nexia 3larga barter bor, Gentralarga. Variant ajdanasi qanday? Bormi? Kelishiladi. 80 million bo'lsa beradi. 70-80 million berilsa, qolgani kutilar ekan. Denodo mashinasi, ha? Raqamingizni ayting aka. 88 88 kodi bilan 848 848 00 0072 raqamga 0077 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Aka oq Captiva'ni chiqarsak ham bo'ladi. Rahmat, salomat bo'ling. Birdan videoni uzmasdan davom etaveramiz. Yili necha ekan? 2013. Bu ham 13. Kraskasi qanday? Qayerda mashinasi aka? Denodo mashina. Bir tomchi kraska yo'q. Shumka bo'lgan. Shumka bo'lgan. 00 8 joyda yangi 18 yangi balonlar balon, teksta katta motor. Bir xil motor, 3lik motor. 3lik motor bo'ladi-da. Ha, 3lik. Metan bor. Metan ikkita metani bor ekan. Generalni ham beramiz. Demak, hujjatda muammo yo'q. Ikki xohlasa generalni beramiz, 3 yillik.
Aha. Bir qo'l mashin 130 ming yurgan, polni hadovoylari qilingan aka, noldan aka. Gap yo'q aka. Demak Dinoning mashinasi. Denovda mashina. Bugun Dino bozorda qancha ko'tardi xaridorlar? 125 ming. Bermadingizmi? 125 ga Ikkita metani bor aka, polni shuncha qilingan, hadovoy 1700 uzoq yo'lga qatnaydigan obunachilarimiz so'ragan mendan, ayniqsa Captivalardan obzor qiling deb, ayniqsa Rossiya qatnaydiganlar. Qo'llari bor aka, $100 atrofga qilib qo'yib beramiz. Aha. Generalni beradi, auksion nomerlari. Nomer bilan biladi. Ha, auksion nomeri. Zapasnay balonlar joyida. Hamma narsasi bor aka. Chiqollar bor ekan. Original chiqollarimiz qo'shib beramiz aka. Gap yo'q aka. Demak, 125 ga bermagan bo'lsangiz, necha 2 million deyapsiz, kami bor aka. 25 ga bermagan bo'lsangiz, 1 million chiqsa beraverasizmi? Ha aka. Salom holatlarini ko'rsatib o'taman. Polni shuncha qilingan. Aha, 4 ta eshik. Torpedalari shuncha bo'lgan aka. Mana Qo'l bizda mashina, o'zimiz mashina. bir qo'l. Hujjatda muammo yo'q. Hujjat xohlasa general, xohlasa ahvolimiz. Yurgani qancha edi? 130 ming. 130 ming yurgan. Bo'lmasa raqamingizni ayting. 77 77 koda bo'lam. 259 259 90 90 00 raqamiga qo'ng'iroq qilib, bizni Surxon Obzor kanalini aytsalaringiz kelishtirib berishadi. Azizlar, Arlanda so'raganlar uchun mokr asfalt rangdagisidan Sarosiyo tumanining mashinasini ko'rsatib o'taman. Kraskalar Radnoy deb aytilyapti. 1.8 motorda. 1.8 motor, sakadiskalar joyida, balonlari ham yaxshi holatda ekan. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Azizlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. 7 ta o'rindiq aka bu. 7 ta o'rindiq. Ko'rishlaringiz mumkin. Zapasnay balonlari bormi komplektda? Zapasnay balonlari bor ekan. Mana ko'ryapsizlar, avtomat korobka. Yurganim 110 ming 162 kilometr. Mana chiqol bo'laklari joyida, yuklari bor. Motor ochilganmi, yo'qmi? Motor ochilmagan. Ishlashi zo'rmi? Demak, 14 Mokre Arlandoni qancha ko'tardi bugun Dino bozor? 12 aprel sanasi bilan. Bizlar 130 deyapmiz. 130 aytilishi, xo'p. Kim har xil so'rayapti endi. Savol. Tepaga umuman bagajlar qo'yilmaganmi? Bagaj qo'yilmagan. Taksi qilib yezib qatlanmaganmi? Bagaj qo'yilmagan. Necha deysizlar taqalganini ayting. Chiroyli narx belgilang, xaridor qochmasin, ertaroq savdongiz bitsin, ishingiz bitsin ertaroq. Men sizdan ham xaridordan ham manfaatdor emasman. Ayting raqamingizni, keyin bo'ladigan narxini ham ayting. Kelsa dangal. 99 kodi bilan 418 418 99 89 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Sarosiyoni mashinasi. Hozir laboy sal singan ekan. Ha, bor. Demak, taqalganini ayting. Shuncha bo'lsa barakadang bo'ldi. 25 bo'lsa, 25. 125. Sal og'irdi aka. Ya endi shunday. Chunki boshqa viloyatlarda ham yuraman men. Bu yoq Vodiy, bu yoq Buxorogacha borib yuraman-da men mashina bozorlarida. Aka to'g'risi mashina benzina yurgan, Xo'p. kam yurganda o'shanga qarab Hozir benzindami, metan? Benzinda, benzin. Hozir ham benzinda. ha. Demak, olgan xaridor metanga ham rasxod qilamiz. Kelishtirib berasizmi? Shunday niyat qilamiz. Azizlar, egasiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. 125 deyapti. Taqalgani. Savdo qilaverasizlar, Sarosiyoni mashinasi. Azizlar, Malibur so'raganlar uchun Uzun tumanining mashinasini ko'rsatib o'taman. Baqlajon Svetda. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Sakadiskalar joyida. Balonlari o'rta holatda. Kraskasi qanday edi aka? Bitta yarim petnosi bor deyilyapti. Mana. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Mexanikada. Mexanika korobka 161 ming probek. Azizlar, mana. Chiqol qo'liklari joyida, vid registratorlari bor. 2 motor motor. Demak, metan propon? Metani bor. Motor korobka ishlashi zo'rmi? Aka necha baho qo'ydingiz 13 ga? 125 aytilishi. Taqalganini ayting buni. Taqalganini ayting. 100 dan oshsa. Buning variant ajdaniyasi bormi, yo'qmi? Naqd sotiladi, uzunli mashinasi. Boshqa mashinaga barteri bormi, yo'qmi? Barter ham kelishadi. Kelishiladi. Raqamingizni ayting. 88lik 88lik 087 087 0988. 0988 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi. Kelishtirib berib olavering aka, chunki mashinalar narxi tushib boryapti-da borgan sayin. Kelishamiz. Denov bozorida qora Patriot ko'ramiz azizlar. 4x4 da, baba.
4 ta bolani ham tortadi. Qayerdansiz? Boysundan bo'lamiz. Buni motori necha bo'ladi? Motori zimizi 405. Zimizi 405. Juda baquvvat bo'ladi. Buni yili necha bobo? Yili 12 dekabr. 2012 dekabr. Sakadiskalar bor, balonlar yangi ekan. Boysundan bovamizning mashinasi. Nechta o'rindiq bo'ladi bu? 5 tami? Yurgani qancha buni bobo? Yurgani qancha edi? 200 mingga yaqinmi? Yo 200 ga yetmagan. 200 ga yetmagan yurgani. 100 qancha ming deb aytayapti. Qani ko'ramiz hozir. 120 ming. 120 ming probek deyilyapti. Demak, metani bor-da. Metan, benzin, ekol. Aha, metanda hamda benzinda. Motorlar benzin raqami. Motorlari bez nomerda. Bobo buni qancha so'radi xaridorlar? Xaridor 85 ga to'g'ri chiqyapti, faqat lizingga chiqyapti. Variantda? Variantga. Sizga naqdga sotish kerak. Taqilgan nech deysiz bobo naqdga ayt. Chiroyli narx qilib ayting. 70 bo'lsa berib yuboraman. 70 million bo'lsa Berib berib yuboradi. 70 million bo'lsa naqdga 12 Patriot, 12 ga 13 Patriot baraka. Ishonchnoma berasizmi xaridorga? Hujjatda muammo yo'qmi bu? Hujjatda muammo yo'q. Hujjatda muammo yo'q. Unda telefon nomeringizni ayting. Buning 77 lyuki bormi yo'qmi? yo'q, luki yo'q. Lyuki yo'q a? 77 kodi bilan 77 044 044 08 46 08 46 46 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Lada X-Ray so'raganlar uchun azizlar, mana bunaqa Niabishni rangdagisidan ko'pchilik endi jaydarchasiga 1 million deydi-da. To'g'rimi? Shunaqa svetdagi balonlar yangi holatda sakadiskalarni qo'yishgan, qisqasi juda ham ideal holatdagi Deno'ning mashinasini ko'rsatib o'taman. Bunga buni ushlab turing-da aka. Yili 17. Lada X-Ray. Probek 67 ming 600 km yurgani. Kraskalar родной deyilyapti. Deno'ning mashinasi. Motor 1.6 1.8. 1.8. Metan 5,5 edi. Benzinga 5,5. hozir benzinda. Propan benzin. Propan qo'yilgan demak. 5,5 litr benzin yoqadi deyilyapti. Qani, mexanika korobka ko'rishlaringiz mumkin. Avtomatmi? Ha. Avtomat korobka azizlar. Mana qisqacha ko'rib o'tamiz. Chixol poliklari joyida. Mashina juda ham tiniq holatda turibdi. Rossiyada minib kelinganda. Aka, buni hujjatda muammo yo'qmi? Hech qanday taqiq yo'q-a? O'zimning nomimda turibdi. Hamma dokument tayyor, to'liq. Demak, o'zingizdan bitadi hujjatlarda muammo yo'q. Hech qanday muammo yo'q hujjatlarda. Bugun aka 2017 X-Ray'da Deno bozori necha ko'tardi? 108 bo'ldi. 108 million. Ha, 108 Bermadingiz. Kami bor. Beriladi. Taqilganini ayting buni. 100 dan oshsa beraman. 100 dan oshsa baraka. Pul zarur. Zarurat. Variant ajdani qanday? Iloji boricha narx imkon bo'lsa, bank bo'lsa ham mayli, barterga bo'lsa ham mayli. Gap yo'q. Kelishamiz. Kelishiladi. Kelishadigan narsa. Badnoy toza turibdi. Boshqa mashinaga barter bormi, yo'qmi? Bor, Cobaltlar bo'lsa. Cobaltlarga barter bor. Telefon nomeringiz? 97lik 97 kodi bilan 534 534 94 94 77 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Mana. Ko'raverasizlar. Ladalarni so'raganlar uchun azizlar, ideal holatdagi sizdan bir qarashda tiniq turgan metal rangdagi mashinani ko'rsatib o'tamiz. Motor 1.8 da. 1.6 motor. 1.6 motor, balonlari ham juda ham yaxshi holatda. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanining mashinasini ko'rib o'tamiz. Azizlar, mendan largo so'ragan obunachilarimiz juda ham ko'p, ayniqsa uzoq masofaga Rossiya qatnaydiganlar deymizmi? Yuk ortib qatnaydiganlar. 7 ta o'rindiq bu. 7 ta o'rindig'i bilan nima desam bo'ladi? Shunaqa mashinalardan so'raganlar ko'p mendan. Deno bozorida hozir ko'rsatib o'tamiz. 15 talik balonlar joyida, salomatlarni ham ko'rib o'tamiz. Mexanika mashina, chixol poliklari bor. Mana salomatlarga e'tibor berasizlar. Yurgani qancha ekan? 84 ming. 84 ming probek. Yili 21. Akustilari zo'rmi, kolonkalari? 1.6 motor, korobkalar zo'rmi? Motor ochilmaganmi? Konditsioner hammasi joyida? Joyida ishlaydi. Endi 21 da bugun Deno bozor necha ko'tardi aka? 145 ga bermadi.
145 millionga bitmayapti. Taqilgan nechta deysiz? O'zga ellikka borsa bitadi. Yillikdan xayri yo'qmi? Buni ham ko'ramiz. Kelishiladi. Kelishiladi. Bunga xaridorga ishonma berasizmi, offermi qilamiz? Farqi yo'q. Hujjatda muammo yo'q-a? Muammo yo'q. Mudrobatda mashina. Shunday. Buni variant ajdaniyasi bormi yo'qmi xaridorga? Yo'q, yo'q. Yo'q-a? Pul zarur. Raqam aytingizda. 88 88 kodi bilan 834 834 80 80 80 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi azizlar. Sizga pul kerakmi? Endi muammo emas. Termiz shahrida joylashgan Hamroh mikromoliya tashkiloti qulay shartlar asosida 2 soat ichida mikroqarz va mikrokreditlarni taqdim etadi. 3 kishining bir-biriga kafilligi asosida hech qanday garovlarsiz, bitta pasport evaziga 2 soat ichida qolaversa, avtomobil garov evaziga 300 million so'mgacha, ish haqi evaziga, ya'ni rasmiy daromadi bor obunachilarimiz uchun 2 soat ichida 50 million so'mgacha qolaversa, yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun ham 50 million so'mgacha bo'lgan pul mablag'larini naqd pul ko'rinishida olishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Azizlar, Surxondaryoda bunaqa katta assortimentdagi natijali patolog ishlab chiqarish sexi bu o'rtada bo'lmasa kerak. 4 dollardan kvadratini, 4 dollardan kvadrati hali bunaqasi bo'lmagan. Azizlar, mana juda ham chiroyli hamda bejirim ko'rishlaringiz mumkin. Agar buni yopishtirishni biladigan ustangiz bo'lsa, bu yerdan sexdan o'zingiz olib ketib, bemalol uyingizga olib borib bitkassalaringiz bo'ladi. Ham arzonga tushadi. Cho'ntak bo'lib, ham yonbop bo'ladi.